Nima uchun jinsiy yo'l orqali yuqadigan infeksiyalarni bilishimiz shart? Chunki birinchidan, ko'pgina infeksiyalar simptomlarsiz, belgilarsiz kechadi va odam o'zida borligini bilmasdan boshqalarga yuqtirib yurishi mumkin. Ikkinchidan, davolanmasa har xil asoratlar beradi. Jumladan, bepushtlik, har xil shamollash kasalliklari, masalan, prostatit, uretrit, orxoepididimit va hattoki ba'zilari rak kasalligi chaqirishi mumkin. Uchinchidan, ba'zilarining davosi yo'q. Masalan, SPID, VPClarning spetsifik davosi haligacha yo'q. To'rtinchidan, oila a'zolari, yaqinlari o'zining oilasiga, bolalariga yuqtirib qo'yish ehtimolligi bor. Bunday infeksiyalarning profilaktikasi ham arzon, ham xavfsiz. Shuning uchun ham regular tekshiruvdan o'tib turish shart va ayniqsa agar himoyasiz aloqa bo'lgan bo'lsa, 100% tekshiruvdan o'tish shart hisoblanadi. Men urolog Iskandarman. Har qanday urologik, andrologik va xususan shunday jinsiy yo'l orqali yuqadigan infeksiyalarni tekshirib davolayman. Men hozirda Pioneer xususiy klinikasida ishlayman va sifatli dorilarni Ekofarmaga ishonaman.